turkiylarni bizlar yana televizyonlarimizdan bittasi bizni o'zimiz yedikda. Daraxt chopilayotganda eng qayg'uradigan narsasi nima ekan bilasizmi? Chopilayotgani emas. Uni chopayotgan bolta o'zidan bo'lganida. Biz o'zimiz yedik. Nima uchun? Kitob o'qimadik. Haligacha o'qimaymiz. Bular hammasi planlashtirib keltirilgan. 25 yil plan. Birinchi bo'lib qilinadigan ish. Ilm ahli xor bo'ladi. Bir tiyinga arzimagan inson. Ko'chalar supuradi. Paxta teradi. Ilm ahli xor bo'lgandan keyin nima bo'ladi? O'g'rilar hurmatli insonga aylanadi. Ustonni to'riga chiqaramiz. Keyin xalq ommaviy omma qiladi. Qanday qilib? Oson. Tilni almashtiramiz. Yaqinda bir klient aytdi, sendagi sho'r peshona xalq yo'q. 100 yil ichida 6-marta tillaringni almashtirib olsalar. Eng ayanachlisi menga yoqmaydigan. Senlar ilmni, kitobni shu darajada xor qilasanlarki, senlar kitoblarni hojatxona va makalaturga tashlashni boylasizlar. 2000-yilgacha O'zbekistonda 6000 ta kutubxona bo'lgan. Hozir 250 ta saqlanib qoldi.